Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Talut. Tabut sekina Allohning Bani Isroilga qilgan marhamatidir. Allohning iltifoti bitmas tugamasdir. Bani Isroil uchun aytganda Tabut sekina ajoyib xosiyatli edi. Ular jang maydonlariga berib dushman bilan elishadigan chaqladimi? Onu ele oladi. Belki onu qo'shinning oldida ko'tirib mengashadi. Bani Isroil uning ajoyib xosiyati bilan erkin, xotirjam yuradi. Dushmanlar bo'lsa aloqzodi bo'lishib tashvishga tushadi. Lekin ular amr farmondan chetnab, o'zlarining e'tiqodini o'zgartganda, Alloh taolo falastinliklarga ularni bo'ysundirish, ularni yurt makonlaridan qo'g'lab chiqarib, bola chaqalardan ayirib etish va oxirgi hisobda Tabut sekinani ularning qo'lidan tortib olish huquqini topshirdi. Shu sababdan Bani Isroil chaqchakidan bo'silib, tiz bukishga va izo ahoni tortishga majbur bo'ldi. Mushunda xo'rliq bir asr davomlashdi. Keyin ularning orasida bir payg'ambar maydonga kelib, bir qism kishilarning himoyasi va hurmatiga erishdi. U kishilarni xo'rliq o'rnidan qutuldirib, gunohdan neri qilishni o'ylaydi. Bani Isroil o'zlarini dushman ustidan g'alaba qilishga yetaklaydigan yo'l boshchiga ega qilish va o'z g'alabasini Allohning kafolatiga erishtirish uchun bu payg'ambardan o'zlari uchun bir podshoh tanlab berishni talab qildi. Bu payg'ambarning ismi Samuel edi. U Bani Isroilni uzoq muddat ko'zatdi va sinadi. Ularning ojiz, iqtidorsiz ekanligini bildi. U bu odamlarga mundoq dedi: Agar cho'qim urush qiladigan bo'lsanglar, hamimcha sizlar bir-biringlarni tashlab etishinglar, lashkar beshi sizlardan kuch chiqarishni talab qilganda, sizlar boshqalarga yo'lni olishinglar mumkin. Biz yurt makonlarimizdan qo'g'lanib sarson bo'lgan tursak deb javob berishdi ular. Qandoqmi bunda qilayli? Bizning hozirgi ahvolimiz bakmi yomon. Biz tortmagan yana qanday xo'rliq qoldi? Allohga iltijo qilib bishorat so'rab baqay dedi Samuel alayhissalom. Ularga kim boshchilik qila oladiganligi to'g'risida u Allohdan bishorat tiladi. Men Talutni sizlarga podshoh qilib tanladim deb bishorat berdi Alloh. Ey Rabbim, men Talutni tonimayman. Ilgirmi uni ko'rmagan edim dedi Samuel alayhissalom. Men uni sening qishingga avatiman deb bishorat berdi Alloh. Uni ko'rmaking tas emas. Sen podshohlikni uningga topshirib berib, jang to'g'ini uningga tutqizgan. Talut bastalik, qavul, kuchtungur odam edi. Uning bir jib nurani ko'zlarini ko'rgan kishilar uning odatdan tashqari aql farosatlik, soptil odam ekanligiga ishonadi. Shu chog'larda uning texin nomi chiqmag'achqa, uning gapini qiladiganlar nihoyat oz edi. U dadisi bilan bir jilg'ida yashaydi. Charu boqadi, dehqonchilik qiladi. Bir kuni u dadisi bilan etizlikda ishlayotadi. Birdilla bir tup moddiy eshaklar izdiraksiz yo'qolib ketdi. Talut balasi bilan billa jilg'idagi o'tloqlarni izdidi. Atrofdagi tog'larga bir necha kun chepib, sozliq, egizliklarning hammasini oqtirib chiqib, qattiq charchab putini ko'targuchiligi muqammadi. "Yur, kelgan yo'limiz bilan qaytib ketayli", dedi Talut balasiga. "Bovong bizdan ansirab qoladi. U bola bizni cho'qim eshaklar ozdiribdi debmi o'ylagandi. Biz hozir Samuel alayhissalomning yurti Sofiyaga kelib qoldik", dedi bola dadisiga. "Men uning bishorat bera oladigan payg'ambar ekanligini bilaman. Farishtalar doim uning qishig'i berib turdi. Biz berib uningdan eshaklarning qayerga qochib ketganligini so'rab baqsaq, u balkim eshaklarni tepib bera. Uning gapi bo'yicha qilsaq chatoq yo'q." Talut o'g'lining taklifini xushal holda qabul qilib, qayta umidlandi va mushunda qilsaq yaxshi bo'ladi degan o'yda bo'ldi. Dada bola ikkalan Samuel alayhissalomning uyiga ketib yetib, suvga chiqqan bir to'p qizlarni uchratdi-da, ulardan Rahimdil Allohning bu elchisining oilasi qayerda ekanligini va qanday qilganda uning bilan ko'rishkili bo'ladiganligini so'radi. Kishilar tog' ustida uni kutib turishdi. U hozir keladi deyishdi qizlar. Qizlar ular bilan so'zlashayotganda Samuel alayhissalom ularning oldida paydo bo'ldi. Uningdan payg'ambarlarga xos xushpurak kelib turadi. Payg'ambarlarga munosib sadoqatmanlik va rahimdillik ifodalanadi. Uni ko'ribla Talutning qalbi illiq tuyg'uga cho'mdi. Samuel alayhissalom ko'ngilda
Alloh taolo podshohlik saltanatini topshirgan Talut shu kanda deb o'yladi. Ey Allohning payg'ambari, dedi Talut Samuel alayhissalomga. Men qishingizga ko'rsatma erish va hidoyatga mengish uchun keldim. Chunki dadamning eshaklari mushu jilg'ilardagi chig'ir yo'llarda yo'qolib ketgan edi. Men balam bilan orqasidan qo'g'lab kelib, shuncha ovora bo'libmi topolmay qaytib ketayli degan. Lekin sizning bilimingizning cho'nqurligini o'ylab, balkim eshaklarimizni tepib berishga yordam beradigan o'yda oldingizga keldik. Eshaklar yo'lda ketyotidi, dedi Samuel alayhissalom. Dadangning qishi qaytib boradi. Sen g'am qilma. Men hozir sendan eng zo'r bir ishni qilishni talab qilaman. Alloh taolo seni Bani Isroilning podshohligiga tayinladi. Alloh taolo sendan ularning fikrini birlikka keltirish, ularning ishlarini bartaraf qilish va ularni dushmanning hukmronligidan qutuldirishni talab qilmoqda. Alloh taolo seni o'z panohida saqlab muvaffaqiyatga erishtiradi. Sening dushmanlaring jazman mag'lub bo'ladi. Meni qandoqmi podshoh degili bo'lsin, dedi Talut. Men faqat Bani Isroildagi payg'ambarlarning ummati, nomsiz oddiy va hammadan kambag'al odamman. Men qandoqmi podshoh bo'la olmayman. Bu Allohning irodasi va bishorati, uning amri va yorlig'i, dedi Samuel alayhissalom. Sen uning iltifotiga tashakkur etib, butun zehni kuching bilan yaxshi ishlagin. Samuel alayhissalom Talutning qo'lini tutib, uning oldini kishilar tarafga turg'izib xaloyiqqa. Alloh taolo Talutni sizlarga podshohlikqa yevatdi. U lashkarlarga boshchilik qilish, hokimiyatni tutish huquqiga ega. Sizlar buyruqqa itoat qilib, birlashib dushmanga zarba berishga tayyorlaninglar, deb jakoladi. Samuel alayhissalom kishilarga Talutning podshoh bo'lganligini, biroq uning nomi chiqmagan, pul melimi yo'q ekanligini jakorlaganda, Bani Isroil qavmidagilar dong etib hayron qilishdi. Ular bir-biriga qarashib qo'shimlarini turib, "U bizga podshoh bo'lishga qandoqmi munosib kelsin? U martabalik oiladan, esil qandoshlardan emas. Payg'ambarlar tarqalgan loyiha jamiyatiga mansubmi emas. Podshoh Yahudaning jamiyatiga kirmaydi. Hech nimasi yo'q, shundoq bir yolg'on to'shni qandoqmi o'zimizga hukmron qila olamiz? Ish qilish va hukmronlikni qo'g'dash uchun pul yoki mol-mulk bo'lmasa bo'lamdi. Biz pulimiz, kuchimiz bor obro'li kishilar, dedi. Samuel alayhissalom undaq dedi. Lashkarlarga boshchilik qilish va shohlik taxtida o'ltirishga qondoshlik yoki pul molning nima hojati? Qondoshlik nodonlik va ahmoqlikqa yordam berolmaydi. Pul molning ko'pligimi aql idrokdagi qaloqlikqa ham lashkarlarga boshchilik qilish qobiliyati yo'q davlatlarga yordam berolmaydi. Talutni Alloh taolo sizlarga tanlab berdi. U qobiliyatlik. Uni Alloh taolo qovul, baquvvat, zehnilik, axloqi yuksak qilib yaratdi. Bular kishining hurmatiga sazovor sardor bo'lishga eng munosib alomatdir. Ajaba Alloh taolo sizlarga lashkarlarni ko'z kelmaydigan, chakana, ojiz va iqtidorsiz bir nimani podshohlikqa belgilab beradimi? Talut jangi mahir, fikri o'tkir, aql farosatlik, bilimli kuchi bor odam, nihoyatda aplik urush qila oladi. Uning Alloh taolo ato qilgan turli aloyidliklarini hisobga olmagandimi, u kishilarning manfaatini hammadan bak tushunadi. İşte adil, şuna Alloh taolo uni podshohlikqa tanladi. El jamoatmi mushundaq odamni orzu qiladi. Navoda Alloh taolo mushundaq qaror qilgan va shundaq buyurgan bo'lsa, deyishdi xaloyiq. Buningga boshqa bir nima deyishning hojati yo'q. Shundaqdimi yana bir nishon mo'jiza ko'rsatib, buning haqiqatan Allohning qarori va buyruqi ekanligini bizga bildirish kerak. Alloh dedi Samuel alayhissalom. Sizlarning kuchli talabanglar va xilma-xil ayblashinglarni bilib, sizlarga bir mo'jiza ko'rsatadigan bo'ldi. Sizlar sepilning ustiga chiqsanglar, tabut sekinani ko'rsizlar. Uningdan ayrilsanglar, paskashlarga aylanib, haqorat va ornumusga qolasizlar. Uni farishtalar sizlarga akilyotadi. Agar sizlar Allohga ishonadigan bo'lsanglar, tabut sekina haqiqatan bir mo'jizadir. Ular Samuel alayhissalomning so'zi bo'yicha ish qildi. Darvaqa ular tabut sekinaning ular uchun omon eson tushirilganligini ko'rdi-da, Talutga umrvoyat sadoqatmanlik bilan xizmat qilishga qasamiyat qilishdi. Shuning bilan Talut o'zining podshohlik huquqi va hukmronligini tikladi. Talut podshohlik taxtiga o'ltirdi. U qaysar, aqlliq, lashkarlarga yetakchilik qilishdan nihoyat qoidalik edi. U kishilarga:
Ey xaloyiq, mushkul jafodan qo'rqmaydiganlar, uy-joy setib olgan bo'lsa-mu, texi putirib bo'lolmaganlar, to'y qilishga putishgan bo'lsa-mu, texi nikoh qilmaganlar lashkarlarimizning sepiga kira oladi, dedi. U ishni ko'ngildagidek qilib, birlikda dushmanga qarshi turadigan qudratli kuchga ega bir qo'shinga ega bo'ldi. Intayin salmoq, ehtiyotchan bo'lish kerakligini o'ylaydi. Chunki Bani Isroil uningdan gumonlanib, uni podshohlikqa tayinlash masalasida talash-tortish qilgan edi. Talut o'z qo'shiniga urush boshlaganda yoki dushman bilan tig'ma-tig' ilishayotganda safni tashlab qocharmikin deb ansiraydiganligini aytmoqchi bo'lib mundoq dedi. Sizlar bir daryoga duch kelasizlar. Kimki bardoshlik berib, suv ichmaslikning siniqidan o'talisa yoki belgilangan miqdor bo'yicha suv ichib gelini namlasa, men uningdan xotirjam bo'laman. Natijada faqat oz sondagi kishilarning sinoqdan o'ta oladi. Ko'p sondagi kishilarning chidamliq va Allohga ixlosman, sodiq, ishonchlik, botir jangchi emasligi isbotlandi. Uning lashkarlari ichida ojizlarmi, qaysarlarmi, soxtipazlarmi va sadoqatmanlarmi bor edi. Talut sadoqatmanlarni o'ziga mustahkam to'riq qildi. Tavrinib turganlarga xizmat ishladi. U lashkarlarni yetaklab dushmanlarga zarba beradi. Alloh taolo yo'lida qonga melanib jang qiladi. Ular jang maydoniga yetib berib egizlikni egilab, yovuz dushmanlarni qirdi. Jalut dushmanlarning zafardas palvoni edi. U chabdaslik bilan harakat qilib, Bani Isroilni qiradi. Hech qanday kuch uningga teng kelanmaydi. Talutning bir qism lashkarlari holsizlanib, qo'rqqandan nima qilarini bilolmay, bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga bardosh berolmaymiz dedi. Sura Baqara 244-oyat. Talutning yana bir qism lashkarlari jangni qat'iy davomlashtirib, e'tiqodini qalbiga pukib, Allohga muhabbat bog'lab, oyat mamad jangi qilishga tayyorlandi. Dushman ko'p, o'zlari oz bo'lishdek foydasiz vaziyat ularga to'sqinlik qilolmadi va ta'sir yetkazolmadi. Ular Talutga mundoq deyishdi: "Planingni yo'lga qo'y, ijro qil. Alloh taolo xolasa, biz ozligimiz tufayli mag'lub bo'lmaymiz. Ojizligimiz tufayli yengilib qolmaymiz. Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi" dedi. Alloh taolo chidamliq ko'rsatuvchilar bilan birlidir. Sura Baqara 249-oyat. Ular yana rasullanib jangga otlandi. Ularga sabr taqat qoral, e'tiqod oziq bo'ldi. Ular Allohdan o'zlariga zo'r kuch-quvvat berib, g'albaga erishtirishni talab qildi. Ular Alloh taolo uchun, Allohning irodasi uchun jang qildi. Ikki tarafning lashkarlari giralishib ketdi. Jang intayin keskin bo'ldi. Jalut o'z lashkarlarini dushmanni botirlik bilan qirishga chaqiradi. Talutning odamlari Jalutning jasoratidan qo'rqib, bara-bara safdan chekindi. Betrahamda intayin sog'lom bir buvoy bor edi. Uning turmushi baxtli o'tadi. Farzandlar bilan inoq yashaydi. Urush portlagandan keyin Talut Bani Isroilni jangga berishga safarbar qildi. Buvoy 3 o'g'liga: "Qoral yaroqlaringlarni elib berib, qarindoshlaringlarga yordam beringlar. Jang maydoniga berib, burchinglarni ado qilinglar." O yana kenji o'g'liga mundoq dedi: "Bu urushda sening ishing akalaringga tamoq yetkazib berish, men bilan akalaring o'rtasida xabarchilik qilish bo'lsin. Sen har kuni atdiganda ularning ahvolini menga bir qatim xabar qil. Lekin jang maydoniga yaqin borma. Jangga qatnashishingga ruxsat yo'q. Chunki sen texi qirollik davriga qadam qo'ymading. Urushni cho'ng odamlar qilsin." Bu kenji o'g'ilning ismi Davud edi. O chaqda uning yeshi tex kichik edi. Yüzüdən nur yığıb turadi. O texi sinoqlardan o'tmagan bo'lsa-mu, biroq ajoyib aql farosatlik edi. Vujudidan kuch-quvvat urg'ib turadi. U aqllariga agishib jang maydoniga berib, nihoyatda yo'g'on bir yovuz odamning hadab hayva qilib ko'ranglayotganligini ko'rdi. Atrofdagi kishilar bu odamdan qo'rqib hadab kayniga dojiyotadi. O kishilardan xo'riki yomon bu akavur kishining kim ekanligini so'radi. Kishilar uningga: "Bu kishi dushmanning lashkarbashi Jalut bo'ladi. Kimki uning bilan ilishib qolsa, yo jinidan ayriladi, yo yordar bo'lib safdan chiqadi." Bu hol nurg'un odamlarning yuragini jig'ildatibdi. Talut uni o'ltirganlarni mukofotlaydiganligini, kimki uni o'ltirib, mu'minlarni qo'g'disa, shuningga o'z qizini berdiganligini,
taxtga varis qildiganligini jakarladi deyishdi. Davud alayhissalom bu gapni anglab Jalutga cheksiz nafratlandi. Davud alayhissalomning xotirjam sizlantirgani shuki, to'qi yurak kishilar bu imonsiz odamdan o'lgida qo'rqib, oldiga bir qadam mangolmaydi. Davud alayhissalom Talutning oldiga yugurib kelib, uningga Jalut bilan elishib baqay, balkim uni o'ltirishim mumkin, menga ruxsat qilgin deb talab qildi. Talut Davud alayhissalomni ko'zga ilmadi. U Davud alayhissalomni yesh kichik Jalut bilan elishib qolsa kallasidan judo bo'ladi deb ansiraydi. Shunga u Davud alayhissalomga bu niyatidan qaytish haqida nasihat qilib, yesh cho'ng, teni kuchlik, qaysar, botir kishilarni Jalut bilan elishishga belgilamoqchi bo'ldi. Sen meni yesh kichik, teni ojiz deb tuvan mo'lcharlama, dedi Davud alayhissalom Talutga. Qalbimda e'tiqod to'lib tashmoqda, g'azab o'ti lavuldimoqda. Yaxi yaqinda dadamning qo'y podlariga tuyuqsiz hujum qilgan bir shirni tutib o'ltirdim. Yana bir qitim yo'lda ketib o'tib, bir iyiqi dush kelib, bir azoqcha elishgandan keyin uni o'ltirib o'tdim. Bu misollar shuni bildirdiki, bundaq ishda yoshning cho'ng kichikligi yoki tanning kuchlik ojizligiga emas, yurakning kuchiga qarash kerak. Talut uning so'zida samimiylik, qat'iy niyat ham ishonch borligini his qilib uningga: "Undaq bo'lsa o'zingga kerakli narsalarni ol. Alloh taolo seni o'z panohida saqlag'ay" dedi. Ondan o'zining shamshirini beshig'i dubulg'a uchisiga savut berdi. Lekin Davud alayhissalom uchisiga savut kiymadi, shamshir osmadi, hatto beshig'i dubulg'imi kiymadi. Bir tal tayoq bilan tosh otadigan palaxmonni elibla alman-talman chiqib ketdi. Tayoq bilan palaxmon nimaga yaraydi? O yer shamshir bilan o'qiya ishlatadigan joy, dedi Talut. Alloh taolo meni iyiqning tishi, shirning tirniqidan saqlagan. O yovuz ablaq mayli qancha ilgari bo'lsin, mening oldimda hech amal qilolmaydi, dedi Davud alayhissalom. O irodasiga, e'tiqodiga, kishilarning hisslashlariga va umidiga tayanib Jalutga qarshi jangga otlandi. Jalut o'z raqibining eg'izidan sut temib turadigan, teni ojiz, o'ruq, dobulg'i savutmi kiymagan, shamsharmi olmagan bir go'dak bola ekanligini ko'rib, ko'zga ilmay zangli qilgan oldi mundaq dedi. Qo'lingga ilvog'ining qandoq tayoq? Uni itdan o'zingni qo'g'dashga ishlatmoqchimi yoki ushoq bolalar bilan urush qilimi? Shamshiring bilan qalqonlaring nega ketdi? Qoral yaroqlaring qani? Fahmimsan, jondan to'yib bu yerga o'lgili kelgan o'xshamamsan. Sen tek kichik, turmushning lazzatini tetib boqmagan. Kel, yaqinroq kel. Bir damning ichida jiningni olaman. Go'shtlaringni uchar qushlarga va yirtqich hayvonlarga tashlab berman. Sen dobulg'i savut kiyibsan, dedi Davud alayhissalom. Qo'lingda shamshar va qalqon. Men bo'lsam faqat Bani Isroilning ilohi Allohning nomini o'zimga himoya qildim. Sen Bani Isroilni haqorat qilding. Ularni tiz bukishga majburlading. Zodi qotillik shamshiring yomonmi yoki Allohning irodasi va kuch-qudrati yomonmi? Buni uzunga qolmay bilib qolsan. Davud alayhissalom palaxmonga tosh soldi-da, Jalutni nishonlab turib bir etibla uning beshini zaxmlantirdi. Jalutning beshidan qon to'xtamay eqib eg'ir yaralandi. Davud alayhissalom palaxmonni toki Jalut o'lganga qadar orqa-orqadan to'xtamay etaverdi. G'alba to'g'i egiz chiqaraldi. Dushmanlar Jalutning o'lishi bilan yemirilib, kayni-kaynidan chekindi. Bani Isroil ularni qo'g'lab zarba berib, intiqom olib, ilgirki shon sharpini asliga keltirdi. Talut bilan Davud alayhissalom. Bu urush Davud alayhissalomning g'albisi bilan oyoqlashdi. Kishilar uni yaxshi ko'rdi. Samimiy odam deb qayd qilishdi. U nagili bo'lsa kishilarning diqqat nazarini jalb qildi. Talutmo va'dasiga vafo qilib qizini Davud alayhissalomga yotliq qildi. Uni o'zining eng yaqin kishisi deb qaradi. Talut Davud alayhissalom bilan bir nishonda bo'lg'achqa, uning bilan ittifoqlashdi. Davud alayhissalom Allohning irodasiga tayanib zafar nusrat qozondi. Allohning iltifoti marhamati kattadir. Bir kuni Davud alayhissalom birdilla Talutning chiroyi tutilib, qo'shimiz turilib, kam so'z bo'lib qolganligini, so'z qilgandimi g'azab nafrat aralash so'zlaydiganligini sezib qoldi. Talutning pok qalbini quchib, mushunda holatga keltirgan qandoq narsadir? O fitnaxo'rlarning oraga bo'lginchilik selish uchun paydo qilgan ig'volarga ishonganmidi ya?
Davud jang maydonlarida dushmanlarni botirlik bilan qirib, Allohning panohiga erishmaganmidi? O'z tenini Talut uchun suypar qilib, uni dushmanning ziyon zahmatidan saqlab qolgan emasmidi? Acaba o Talutning yaxshi kuyovli, uning qizining qo'g'duvchisi emasmi? Ular ikkisi to'y qilishgandan buyon bir-birini yaxshi ko'rib inoq o'tyotidi-ku. Undaq bo'lsa Talutning ko'nglini boshqacha qilayotgan narsa zodi nimadu? Davud alayhissalom Talutning xotirjam bo'lolmasligi, balki uning ko'nglidagi boshqa bir o'y xiyollardan bo'lishi kerak deb o'yladi. Bir kuni kechasi Davud alayhissalom xotini Melikimga: "Qarg'ana, men gunoh sodir qildimmi yoki gunohsizmi? Men sadoqatmanmi yoki sadoqatsizmi? Qarasam dadangning chiroyi tutilib, kayfi boshqacha bo'lib qopti. Ko'zlaridan g'azab nafrat chiqib turdi. Dadangni azaldan bunday holatni ko'rmagan edim. Senmi menga o'xshash o'ydimi?" dedi. Melikim yenik bir xursindi-da, ko'ziga yosh yeb dedi: "Davud, men sizdan har qanday ishni yoshirmayman. Dadam Bani Isroilning sizni intayin hurmatlab, qadrlaganligini, sizga e'tiqod, hurmat nazari bilan qarayotganligini ko'rib, sizning gap so'zlaringiz, fikrlaringiz ularning diqqat e'tiborini qo'zg'ayotganligini anglab, o'zining shohlik taxtidan ansirmoqda. Sizning ta'siringizdan vahima yemoqda. Hey Davud, shohlik taxt tugumas boyliqdir. Huquq egisi uni hayoti, jon-jakli va qurol yaroqlari bilan qo'g'daydi. Buning uchun u o'z xizmatkorlaridan gumonlanadi. Ularning gunohsiz ekanligi aniqlanmaguncha ularga rahim qilmaydi. Dadam hozir har xil faraz gumonlarda bo'layotidi. Dadam taqvo, dindor, mo'l bilimlik va aql farosatli kishi bo'lsa-mu, lekin uning mijozi chochqun. Kallasida xilma-xil o'y g'arazlar bor. Uni sizmi oxir tushunib qolasiz. U hozir sizdan qutulish, sizning huquqingizni amaldan qoldirish, qanotingizni kesib tashlash qo'ydi bo'layotidi. Men sizga ehtiyotchan bo'lib, hayotingizni saqlab qolishingizni maslahat beraman. Mabodo mening mo'ljallerim joyida chiqsa, siz omon eson qolasiz. Ahvol men aytgandek uncholar og'ir bo'lmagan taqdirdimi, har holda ehtiyot qilganingizning ziyni yo'q." Davud alayhissalom xotinining gaplarini anglab, qayg'urgan holda mundaq dedi: "Men podshohning to'g'i ostida jon tikib elishgan bir jangchiman. E'tiqodni qo'g'dug'uchi ixlosman, mu'minman. Shaytonning g'ayvatlari dadangni ozdirib, uni yomonlik qilishga boshlagan bo'lsa kerak. İnsan azaldan yomon tabiatlik. Dadang balkim shaytonning ozdirish ustidan g'olib kelishi mumkin." O gapini tuytibla ko'zni yumdi-da, go'yo Talutning xilma-xil o'y-g'arazlaridan hech qanday xabari yo'qdek bemalol uyquga ketdi. Bir kuni Talut Davud alayhissalomni uyg'otib uningga: "Ey Davud, bugun men mundoq bir ishni o'yladim. Bugun Kanon tarafdan kelgan xabarda aytilishicha, u yerdagi odamlar to'plashib bir guruh uyushtiribdimish. Ularning kuchi borgansiri ulg'ayib yetibdi. Bundoq bo'lishini men oldin mo'ljallagan edim. Mening boshqa yontayig'im yo'q. Bu ishni faqat sanga tayinaman. Shamshirangni elib lashkar tanlag'in. Kanonliklar ustidan g'olib kelmagicha qaytib kelmagin. Yo shamshirang dushmanning qini bilan bo'yalsin, yo o'likingni boshqalar elib kelsin", dedi. Talut ko'nglida Davud alayhissalomni tozi yomoniyadan qisdidim deb o'ylaydi. Davud alayhissalom podshoning buyrug'ini o'zi uchun foydasimi bor, ziyinimi bor deb ishansimi, noiloj bo'ysundi. U Kanonga qarab otlandi. Jang davomida shamshirini o'ynatib dushman bilan elishib, fidokorlik ko'rsatdi. U jangda yo jinidan judo bo'ladiganligi yoki o'lim ustidan g'alaba qiladiganligini o'ylanib turmadi. Allohning taqdiri bilan u oxir g'alaba qozonib, lashkarlarini boshlab Talutning oldiga qaytib keldi. Davud alayhissalomning qalbisi Talutning hasadxo'rligini texmi oshiribdi. Talut tishlarini g'uchiriltib, oxir Davud alayhissalomni o'ltirish orqali boshqalarga ibrat qilmoqchi bo'ldi. Davud alayhissalomning xotini dadisi Talutning shum niyatini bilib, qattiq qayg'urgan holda erini topdi-da, dakudiki ichida: "Ey Davud, chapsan qeching. Mo'shunchalik vaqtda jiningizni bir yoqqa eling. Bo'lmasa, siz o'lib ketsangiz, men tugishib ketaman", dedi. Davud alayhissalom amalsiz qechishga majbur bo'lib, sarsalliq yo'liga qadam qo'ydi. U tun qorong'usidan foydalanib, to'giga mindi-da, o'shmanlik va hasadxo'rlik tarafidan surgun qilingan qochqonga aylandi.
lekin u qalbida Allohga qat'iy e'tiqod qiladi. U bir qoqos cho'lga kelib qilib, cheksiz parishonlik va beoromlikqa cho'mgan holda cho'lda qo'nib qoldi. Oradan ancha o'tmayla Bani Isroil qavmidagilar uning bu yerda ekanligini bilib, orqa-orqadan uzilmay kelib uni yo'qlab turdi. Talut Davud alayhissalomga oshunda qilg'ashqa kishilarning nazaridan tushib ketdi. Uningdan bezar bo'lib, qoshqonlar ko'paydi. Qo'shinidagi lashkarlar kun sayin azaydi. U texmi yomon oqibatga qilib, sharmanda bo'lishdan ansirab, hadisli o'ktamlik qilib, begunoh kishilarga yo'qolan jinoiy batnom chapladi. Mu'minlar, ulamolar, bilimlik oqil zotlarni xo'rlab, lashkarlar ichida qo'rqinch va sarosima paydo qildi. Davud alayhissalom sog'-salomat edi. U Talutning podshohligiga tahdid solmoqda. Uning odamlari bilan elishmoqda. Uningga otadigan o'qni tayyorlamoqda edi. Talut Davud alayhissalomga texmi o'yish bo'lib ketdi. Uningga texmi ziyonkashlik qilish qo'ydi bo'ldi. Davud alayhissalomga qarshi lashkar tortishqiga berib yetib, bunda qilishdan qandoq oqibat kelib chiqadiganligini nazarda tutmadi. Davud alayhissalom qoqos cho'ldan ayrilib, Talutning ahvolini tang-tanglashga boshladi. U Talutning o'z lashkarlarini yetaklab, bir jilg'iga kelib o'rlashganligini ko'rdi. Talutning lashkarlari uzun yo'l yurib toza charchagan edi. Davud alayhissalom Talutning naysini chabdaslik bilan tortib oldi. Ondan o'zining qo'nalg'i yeriga qaytdi. Talut naysning yo'qolganligini sezib toza sarosimga tushgan chaqda Davud alayhissalomning elchisi kelib Talutga: "Bu sening naysang. Alloh taolo Davudga sening beshingni og'ida qudrat ato qilgan. Lekin u oq ko'ngil, Allohga hammadan bek ixlosmand zot" dedi. Elchining gapi yo'lliq bo'lib, Talutning yurak tarini chekdi. U ko'zlaridan ixtiyorsiz qayg'uliq yosh oqqizdi-da, qilgan etganlariga pushaymon qoldi. U oxir qattiq echinib yig'ladi. Davud alayhissalomni o'ltirmoqchi bo'lganligiga, o'ltirishga tegishli bo'lmagan ba'zi oqil donishmand zotlarni o'ltirganligiga pushaymon qildi. U endi Allohning oldida qanday qila? Talut qaytdi. U tingirqab qumliq jaziraga qarab maqdi. U o'lgicha Allohga tavba qilib o'tdi. Bani Isroil Davud alayhissalomning oldiga kelib, uningga sadoqatmanlik bilan ishlaydiganligini bildirdi. Alloh taolo Davud alayhissalomning o'rnini kuchaytirib, uningga aql farosat ato qildi. Davomi bor.